Instagramda shunaqa video ko'rib turuvdim. Qaynonam ko'rib qoldilar. Bunaqa videolarni ko'rguncha borib o'zingizni qozoningizni ko'ring. Xitoy sredstvalariga havas qilmasdan men olib kelgan sredstva bilan bir qozonni tozalang dedilar. Xo'p bo'ladi oyijon deb qozonni gazga isitib olib, chaqqon qo'llarimga pershetkalarni kiyib, oyijon olib kelgan sredstva bilan qozonni tozalashni boshladim. Qarasam, xuddi Xitoy sredstvasidek ko'pirib chirklarni chiqaryapti. Bir qozonga qarayman, bir sredstvaga qarayman. Tozalash qanaqa ekan deb bir minut ham o'tmasdan qo'limga gubkani olib tozalashni boshladim. Ko'rib turganingizdek, umuman ortiqcha kuch talab qilmadi. Bir payt oyijon oldimga kelib, "Ha, kelin, Xitoy sredствосidan qolishmas ekanmi? Hayron bo'lib tozalayapsiz. Yaxshilab tozalang. Meni ko'zimni qamashtiradigan darajada bo'lsin" dedilar. "Xo'p bo'ladi oyijon" deb ulardan bu sredstvani qayerdan va nech pulga sotib olganlarini bilib oldim. Kommentda pliz qoldirsangiz sizga ham aytaman. Video yoqqan bo'lsa, tanishlaringizga, yosh kelinlarga videoni yuborib qo'ying. Ular ham qaynonalarini ko'zini qamashtiradigan darajada qozonlarni tozalab olsinlar. Ha, aytgancha, menga obuna bo'ling, profilimda foydali layfhaklar va kunlik uborkalarni o'tkazib yubormang. Sredstva esa Xitoyniki emas, balki Koreya texnologiyasidan bo'lib, O'zbekistonda qadoqlanadi. Qaysi firma deyapsizmi? Albatta, Newcos firmasidan. Super Kazan Tornado sredstvasi edi. Salomat bo'ling.